To'rtinchi soniga xush kelibsiz. Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Raisboy. Ikshowning 4-chi sonida yana biz obunachilarimizni taklif qilganmiz. Kelinglar, birma-bir tanishtirib chiqsam. Birinchi ishtirokchimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Ismim Gulchehra. Qayerdansiz? Navoiydan. Raisboyda qanchadan beri kuzatasiz? 1-2 yildan oshdi. 1-2 yildan beri bizni muntazam kuzatasiz. Instagramimizga obuna bo'lganmisiz? Bo'lganman. Sovg'a-botimizgachi? Hammasiga. Xush kelibsiz. Unda maqsadingiz nima? Bugungi ko'rsatuvimizda nimalar yutish? Shu telefon. Telefon iPhone 7 Pro Max. Shunaqa. Eslatib o'tamiz, Gulchehra opamiz konteyner shouda ham borlar. Albatta konteyner shouda kutib qolamiz, lekin bugun omadini keling birgalikda video davomida bilib olsak. Ikkinchi ishtirokchimiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Alisher, Andijonda. Andijonda. Qanchadan beri bizni kuzatasiz? 1 yildan oshdi, 1,5 yil bo'lib 1 yildan beri. Instagramlarga obuna bo'lgansiz. Obuna bo'lganman. Qaysi ko'pincha kompaniyada o'ynaysiz? Xpari. Xpari'da. Xpari'da o'ynab bizni ko'rsatuvimizga keldingiz. Alisher aka, xush kelibsiz. Omadingiz nima bo'lishi mumkin bugun? Shu 17 Max. 17 Pro Max. Hozir qanaqa telefon ishlatasiz? Hozir Samsung S10. 5G. 17 yutib olsangiz nima qilasiz? Ishlataman? Sotmaysiz? Yo'q. Esimda qoldi Alisher aka. Tayyor bo'lsanglar, unda 3-chi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismim Qodir, Toshkent viloyatidan. Yoshingiz nechida? Yoshim 19da. 19da. Nimaga so'rab qo'yaman? Bizi obunachilarimiz balog'at yoshidan o'tgan bo'lishlari kerak. Shuning uchun so'rayapman. Qanchadan beri bizni kuzatasiz? Shu 1 oy. 1 oydan. Bir oy Yangi obunachilar ham Xshowga tashrif buyursa bo'ladi. Xush kelibsiz. Unda iPhone yutib olsangiz nima qilasiz? Sotasiz yoki ishlatasiz? Sotamiz. Sotasiz. Xo'p, esimda qoldi. 4-chi ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Toshkent viloyatidan. Qayerda? Ismingiz? Ismim Sulton. 18 yoshdaman. Xo'p, rostdan 18 yoshda. Qarangda lekin, pasportingizni tekshirib olaman. Shu, agar tayyor bo'lsanglar, kelinglar ozgina shartni tushuntirib o'tsam. 4 tala korobka. Bu yerda qimmatbaho sovg'alarimiz bor. U sovg'alar albatta sizlarni xursand qiladi. Qayg'ulik qiladigan sovg'a yo'q. Hatto birga bir chiqasizlar. Kelinglar, oldinglarda 2 million so'm pul bormi? Bitta ko'rsatib qo'yinglar. Bor. Auksionimizni unda boshladik. Qaysi korobkadan boshlaylik? Birinchi ishtirokchimiz. Qaysi korobkadan? 2 dan. Bunda. Xo'p. Tafsilotlar kerakmi, kerak emasmi? Xolisizlar bermayman tafsilot. Yo'q, kerak. Kerak. Alisher aka, tafsilot kerakmi? Kerak, bering. Tafsilotim quyidagicha. Bu ikkinchi korobkada iPhone bor. Narx esa 100 ming. Tishina bo'ldi. Nima gapirmaysizlarmi? 200 ming. 200 ming 4-ishtirokchi. 1 million. Xo'p, 3-chisidan 1 million 300. 1 million 300. Ikkinchisi 2 million. Prodana. Ikkinchi obunachimiz 1 daqiqa ham bo'lmadi. Mana boyagi gapimiz sizdan nimaga o'zingizlar azartga berilib ketishinglar va o'zingizlar boshinglar yeysizlar. Ochig'ini aytaman, oxirida ko'rib olasizlar buni. Ikkinchi korobkamiz Alisher nomli obunachimizga 2 million so'mga ketdi. Ichida nima bo'lishi mumkin? Oxirida bilasiz. Xo'p, 2 millionni oldik. Kelinglar, endi men sizlarga birinchi korobkadan boshlasam. Ruxsat bersanglar, o'ng qo'limda. Xo'p, o'ng qo'limda o'zi nima borligi esimda yo'q. Ancha bo'ldi solganimga. Birinchi ishtirokchi tafsilot kerakmi? Kerak. Ikkinchisi chiqib ketdi. 3-ishtirokchi kerak. 4-ishtirokchimiz kerak. O'zingizlarda yo'q fikr. Men bu sovg'ani aytganman boshida. Tafsilotim quyidagicha. Ayollar buni yaxshi ko'radi. Erkaklarga esa yoqmaydi. Narxi 500 ming. 700 ming. 700 ming. 3-ishtirokchi. Kerak emas menga. Necha pul? Yo'q, qo'yish kerak baribir. 800 ming. 800 ming. 900 ming. 900. 901. 1,5. 1,5 million 1, 1,5 million 2, 1,5 million 3. Prodana! Yo'q-a? Yo'q-a, sotildi. Shu. Bering 1,5 million. Bo'lar ekanmi mana? Hamma korobkalarim 2 milliondan ketyapti. Opamiz 1,5 millionga 3 va 4-ishtirokchimiz to'xtadi nakonies. Xo'p, bilib olamiz buni ichida keyinchalik nima borligini. Eslatib o'taman, shartlarimizda oxirgi qolgan korobka avtomat 2 millionga o'tadi. Hozir sizlarda final tafsilotlar kerak bo'lsa yetasizlar, kerak bo'lmasa o'zingizlar bir-biringlar bilan diskussiya qilishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p. Narxi 10 ming so'm. Buning ichida iPhone yo'q. 20 ming so'm. 20 ming. 20 ming 1,
2 million. Birodina, aytyapman-ku, qanaqa tez tugashini bu ko'rsatuv. Yana sizlar mendan tafsilot so'raysizlar. Nima qilasizlar mendan so'rab? Menga ishonmanglar, men qilib boryapman bilan. Ishonmanglar menga. Mayli, o'zingizlarda ayb. Bering. 2 million siz ham bering. Xo'p, 5 minutda tugadimi? Endi ozgina yangilik kiritaman. Endi tez tugab qolyapti. Odamlarning fikrini bilish kerak. Qaysi korobkani xarid qilgan edingiz birinchi ishtirokchi? Birda. Birinchi ishtirokchi birinchi korobkani xarid qilgan edi. Nima deb o'ylaysiz, ichida nima bor? Ichida nima borligini bilmam, lekin shu ikkita telefon bormi deb o'ylayapman-da. Ikkida telefon bor. Sababi iPhone buni ichida bor deganimga. Yo'q, unga emas. Sababi ham aytdingiz-da siz bor ichida deb. Yo'q bo'lishi ham mumkin. Siz haqiqatni aytgan bo'lishingiz mumkin. Balkim. Alisher aka, nima deb o'ylaysiz? Sizni korobkangizda nima bor? Olmadim, negadir ko'ngil shu korobkaga chopdi. Taxmin iPhone. Siz ikkinchi ishtirokchimiz, ikkinchi korobkani tanlagan, eslatib o'tamiz. Uchinchi ishtirokchimiz. Qaysi korobkani tanlagansiz? Sizga o'sha avtomat tushdi bu. Uchinchisi Uch. man hech nima yo'q deb o'ylayapman. Ishtirokchi uchinchida. Hech nima yo'q deb o'ylayapsizmi? Bir qarab beraymi? Yomon emas. To'rtinchi ishtirokchimiz to'rtinchi korobkada nima bor? Ichida iPhone bordir balki. Uchovinglarda ham fikringlar iPhone, lekin eslatib o'tamiz aziz obunachilar va aziz ishtirokchilar, iPhone'imiz bitta. Ijozat bersanglar 3-korobkadan boshlayman, 3-ishtirokchimizdan. Nima yutib olgani hammamizga qiziqdir. Tayyormisiz? Ochaman. Xo'p. PlayStation. Bo'ladimi? Qarshi chop qo'yinglar. Bo'ladimi? Bo'ladi. PlayStation maza qilib ishlatasiz, do'stlaringiz bilan o'ynab, kulib yursangiz bo'ladi. Berib yuboring PlayStation'ni. Mana aziz obunachilar, qo'liga topshirdik. PlayStation bemalol ishlatsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz stolingiz ustiga qo'yib qo'ying. Alisher aka, men sizni xursand qilmoqchiman. Chunki siz korobkangizni hozir ochaman. Endi обязательно xursand bo'lmaslik endi o'zingizga bog'liq. Chunki birinchilardan bo'lib bu korobka ketdi. AirPods. Qarshi chop qo'yinglar. Aka, menga ishonmang, mana. Ikkita ishtirokchimiz qoldi. Ayollarni hurmat qilgan holda oxiriga qoldiraman. 4-ishtirokchimiz 4-korobkasini ochaman. Rozimisiz? Roziman. Keling o'zingiz bir ko'ring. Bo'ladimi? Bo'ladi. Oling. Tabriklayman. Endi aytishim shart emas sizni korobkangizda nima borligi. O'z niyat qilib kelgan edingiz. Keling, o'zingiz oching va o'zingiz ko'ring. Oling. Tabriklayman opa. Rahmat. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Joyingizga borib olishingiz mumkin. Nima deysizlar endi? Ko'rsatuv yoqdimi? Birinchi ishtirokchimiz. Fikringiz? Yo'qdi. Nasib bo'lsa mayli bilan shuni yutib olaman. Xudo xohlasa. Nasib. 10 ta konteynerimiz bo'ladi tez orada. Albatta sizni taklif qilganmiz. Tashrif buyurasiz degan umiddaman. Alisher aka, qancha qayg'uli bo'lgan bo'lsa ham, iPhone 17 Pro Max bo'lmasa ham, qo'limizdan kelgancha sizni xursand qildik. Hop, rahmat. Xursand bo'lgandirsiz? Albatta. Rahmat tashrif uchun. 3-ishtirokchimiz. Xursandman, PlayStation bo'lsa ham yutib oldik. Maza qilib ishlating. Albatta. Qolganlarga nima deysiz? Qolganlarga kelinglar, zo'r o'ynagan, maslahat beraman. Sog' bo'linglar. 4-si Zo'r o'ynagan, 2 sho'ga omad, zo'r ishlatasiz? ishlataman. Sog' bo'linglar. Rahmat tashrif uchun. Xush kelibsizlar. Hammanglarga rahmat va siz tomoshabinga ham videorolik ostiga like bosing, do'stlaringizga yuboring. Flagman bizni главный homiyimiz bo'ldi. Ular uchun ham